Assalomu alaykum qadrdonlar. Navbatdagi mavzuimiz onajonlarimiz haqida. Marhamat, boshlamoqdaman. Baxtimga bor bo'ling onajon. Ona borki farzand xotirjam. Orasida saranjom onajon. 90 yosh, hattoki 100 da ham baxtimga bor bo'ling onajon. Otam bilan birga ko'p yashang. Bizlarga boringiz bir jahon. O'zni shoh bizlarni kul sanang. Baxtimga bor bo'ling onajon. Nevara, chevara, evara, ko'p bo'lsin, bilmanglar sanog'in. Hajga olib borsin vazira, baxtimga bor bo'ling onajon. Ayting, qay davlatga borishni? Sayohat xohlaysiz har qachon. Turkiya, Misrmi, yoringmi? Baxtimga bor bo'ling onajon. Alisherni xizmatkor biling. Bor ekan faqir ta'nida jon. Otam bilan ko'p o'ynab kuling. Baxtimga bor bo'ling onajon. Baxtimga bor bo'ling otajon. She'rimiz shundan iborat edi. Avvalo aytishim mumkinki, men uchun va tavsiya qilaman barcha uchun shunday bo'lsinki, aslida onalar uchun bayram har kuni bo'lishi kerak, faqat bir kun emas, yil 12 oy har kuni bayram qilishga arziydi. Bilamanki, hamma onasini yaxshi ko'radi, lekin bilamiz ko'pchilik har kuni aytish qiyin yaxshi ko'rishini. Tavsiya qilaman, iltimos, meni nomimdan bo'lsa ham, o'zingiz nomingizdan bo'lsa ham she'rni yuborib qo'ying-da, yaxshi ko'raman deb qo'ying. Ichimdagi gaplarni qo'ying onangizga. Va fikringizni kutib qolaman. Rahmat, salomat bo'linglar.